Ekologiya buzilgani hisobiga organizm уже farzand biza 10 ta 9 ta tug'a olmaymiz. Qiyin. U bularimiz tuqqan deb biz tug'a olmaymiz. Real. Haqiqatdan ular sog'lom bo'lgan. Biz unaqa emasmiz. Ishoning, mana hozir siz 10 ta ayol bilan gaplashing, hammasini bitta kasal bor. To'g'risi. Kimdir bu yuragi og'riydi, kimdir yuragi og'riydi, kimdadir varikoz bor, kimdadir o'ldim deganda migreniya bor. Oldingi unaqa bo'lmagan, hech qattiq og'rimagan, sog'lom bo'lgan, ekologiya yaxshi bo'lgan, o'zgarishlar kam bo'lgan, uyqumiz sifatli bo'lgan. Baribir kelib o'zimizga kelib taqaladi. Biz o'zimiz noto'g'ri turmush tarzdamiz. Hammamiz, ishoninglar, men o'zim hali o'zimni tushira olmayman o'sha siklga. Bor, hozir ham 6 ta 7 ta tug'ayotganlar bor, Behruz. Surushtiraman o'shanaqalarni, aynan o'zimga qiziq. Turmush tarzini o'ylasangiz, sog'lom turmush tarzida. Qanaqa ya'ni? Nervich qilmaydi, ishlayman demaydi, tushunasizmi u ayollar? Uyga keladi, maza qilib erini topgan, yeb, ichib, yotib, o'ynab kulib o'tkazadi vaqtini. Ishlaysizmi biron joyda desa, yo'q deydi. Nima qilasiz uyda kuni bilsa, bolalarga qarayman, maza qilib o'tiraman deydi. Bitta ovqatini qiladi, yeb, ichib o'tiradi. Zo'r-ku. O'shaning uchun hozir mana ayollar to'qqis kelmaydi, ishlaydigan ayollar. Qilmayman deydi. Ishlamaydigan ayollar bekorchida nima qiladi? Bunaqalar kam lekin. Bitta ko'rdim bu yil hisobiga. 7 ta. Qolgan 6 talar ko'raman lekin. 6 ta bor, 5 ta bor. 5 ta lekin zo'r chiqdik pikka. Hozir 5 ta tug'yapti, moda bo'lgan. Trendda.